Assalomu alaykum. Bu video murojaatim Nasim Xolovga. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan men Qilichbek. Sizlarga hozir bitta video qo'yib beraman. Mana bu insonning videosini, mana shu insonni Nasim Xolovga nisbatan chiqargan videosini, gapirgan gaplarini sizlar bilan eshitaylik. Ana undan keyin bunga o'xshab fikrlaydigan insonlarga men ikki og'iz gapim bor. Yomon ma'noda emas, to'g'ri, chiroyli tushuntirib beraman. Xullas, meni kanalimda Nasim Xolovda ham obunachilari bor, auditoriyasi bor. Pashti ko'pchilik biladi, Nasim Xolov bilan biz постоянно birgamiz. Aka-ukalar, kelinglar, mana shu insonni gaplarini eshitaylik. Iloji bo'lsa mana shu videoga like bosib qo'ying, kommentariyaga o'zingiz shaxsiy fikringizni bildiring. Videoga qancha ko'p like bossangiz, Nasim Xolov ham ko'radi, bu odam ham ko'radi. Kelinglar, videoni tomosha qilamiz. Iltimos qilaman, maksimal mana shu videoni tarqatinglar toki mana shu Nasim Xolov akamiz mana shu videoni ko'rsin. Nasim aka, sizga nima telefon qilib bo'lmaydimi aka? Yo sizga umuman nima? Endi bu tanqid emas-da, bu haqiqat. Qanchongacha murojaat qilaman, telefon qilaman, telefoningiz ishlamaydi, boshqa inson ko'taryapti, deydi, bezovta qilma deyapti. Siz shunaqa blogersizmi aka? Siz qanaqa Surxondaryolisiz aka? Surxondaryo, Qashqadaryoda bong uradiganlar bilet olishga, rozgrish o'ynashga birinchi o'rinda turadi aka. Podeshkada birinchi o'rinda turish kerak aka. Bu viloyat ajratish emas. Siz Toshkentda bo'lib turib, sal bir Surxondaryo, Qashqadaryoga ham sal ahamiyat bering aka. 2 yildan beri murojaat qilaman aka. Nasim Xolov deyman, hech tok yo'q. Biz odam emasmizmi aka? Shuncha murojaat qilamiz, biz odam emasmizmi aka? Siz bitta mashinangizni haydab kelib, bitta ko'rsangiz o'sha ayolni bir ahvolini bir xabar ko'rsangiz bo'lmaydimi aka? Ayol o'zi musofirchilikda qiynalyapti. Onasi bechorada uyida chichib, uyida sib yotibdi. Qo'polon bo'lsa aka, u ham Surxondaryodan aka. Eng asosiysi u ham O'zbekistondan aka. Biz telefon qilamiz, murojaat qilamiz. Endi uzru, shunta ovozimni baland qilib gapiryapman. Og'zim hozir mana chanqayapman. Ro'zada hozir Xudoga shukr, alhamdulillah chanqaganmiz. Yana sal qoldi, hozir og'zimizni ochamiz. Lekin aka, sizga haqiqatni aytaman. Do'st bo'lsangiz dedi, ochiq qilib gapir dedi. Siz aka bir marta telefon qiling, bir marta bizni eshiting. Bir marta o'sha musofirda ayol qiynalyapti, operatsiya bo'lgan, qorni yarimta polni yorilganda Ekaterinburgda o'sha yordam bergan odamlar qorni tikib tashlagan, bo'lmasa u ayol ham yo'q bo'lib ketardi, onasi bu yerda sasi bo'lib ketardi. Qo'polon bo'lsa aka, bir marta ko'zingizni ochib bir telefon qilib yuboring aka. Men o'sha ayolning nomerini qo'yaman, shu ayolni bir podeshka qiling aka. Ro'za Ramazon oylarida sizga nima ketadi? Ko'p blogerlar mashenik, iflos, haromxo'r, hech kim ishonmayapti. Biz video chiqarsak hech kim podeshka qilishga qo'rqyapti. Odamlar bunday bezrayib ketgan. Nimadan? Masheniklardan. Yuzini ko'rsatmasdan video qilsa darrov pul tashlaydi. Biz pramo haqiqatni ko'rsatsak, sizlar deydi, masheniksizlar deydi. Aka, 100% aka, telefon qiling, men sizga haqiqatni tushuntiraman aka. Efirda gapirish bu emas. Surxondaryo deyiladi. Qashqadaryo deydi, 70-75 deydi. Qani podeshka aka? Qani podeshka? Toshkentga bo'lib turib, bir marta bitta o'zingizni ham yurtingizni telefonini ko'tara olmaysizmi aka? Yo bitta kommentariyasini o'qiy olmaysizmi aka? Biz 2 yil auditoriya yig'ib siz bilan efir qilganmiz. Siz podeshka qilgansiz. Mana shu YouTube'da bizni bloger qilgan siz bo'lasiz. Endi kuni kecha kelib, endi shu paytda bizni unutasizmi aka? Shuhrat Musayevga necha marta murojaat qildim. Halol nasiyaga mashina beraman dedi. Bitta mashina qilib bera olmadi. Bir marta ham murojaatini eshitib, bir marta ham telefon qila olmadi. Kerak bo'lsa mana gapingizga javob bering, men sizni oldingizga beraman, Sergeliga borib 100% mana xatni oldida $1000 beraman, siz menga bitta nasiya savdo chotki bir mashina qiling. O'sha mashina bilan Nexia bo'ladimi, oddiy Matiz bo'ladimi? Men xalqqa borib video qilib yordam qilay dedim. Javob kelmadi-ku aka. Endi mayli u temani qo'ying. Siz telefon qiling aka. Odam o'lyapti, odam bolasi, odam o'lyapti, qiynalyapti. 2 yil bo'ladi, bir to'shakda yotibdi. Hech kim bir qo'lini cho'zay demaydi. Naborot katta blogerlar yordam berish kerak. Biz mayda blogerlarimiz, biz olib chiqamiz, hech kim ishonmaydi aka. Shuncha odamlar, shuncha bema'ni videolarni ko'rib, bitta murojaatni ko'ra olmayapti aka. Men sizga chotki qilib men chotki video murojaat qilyapman akajon. Meni ko'rib turgan bo'lsangiz, iltimos sizdan bizga aloqaga chiqing, sizga chiroyli gaplarimiz bor. Efirda gapiradigan gaplar yo'q sizda. Sog' omon bo'ling. Bilasiz, hozirgi vaqtda Rossiyada kurslar bir pasayib, bir ko'tarilib ketyapti. Shuning uchun men sizlarga eng zo'r kurslarda O'zbekistonga pul o'tkazadigan ilovani tavsiya qilaman. Tezda ilovasi.
Bu ilova orqali sizlar Rossiyadan turib istalgan O'zbekistondagi Humo va Uzkartlarga bez komissiya pul o'tkazmasini amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu ilovaning yana bir qulay tarafi shundaki, O'zbekistondan turib Rossiyadagi do'stlaringizni ham kartalariga pul o'tkazmalarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Ilovani yuklab olish uchun App Store va Play Marketdan qidirishingiz mumkin. Silkasi kommentariyada turibdi. O'sha silkani ham bosib, bemalol telefoningizga yuklab oling va qiynalmasdan pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Xo'p, demak, hurmatli obunachilar va aka-ukalarimiz, bu insonning gaplarini eshitdik. To'xtovsiz avtomat korobkadek gapirdi. Nafas ham olgani yo'q. Eyvalloh, har doim mana shunday inson bo'lsin. Bu do'stimizga men hurmat doirasidan chiqmagan holda bitta-ikkita narsalarni tushuntiraman. Sizlab, chunki bu insonga nisbatan shaxsiy adovatim yo'q. Birovning shaxsiy hayotini bilmasdan turib, qanaqa yashab turishidan xabar yo'q, lekin bitta telefonni ko'tarmasa, o'tirib olib to'n picharkan. Do'stim va hurmatli obunachilar, biz Nasimxonov bilan oilaviy do'stmiz. Biz ikkalamiz qanday ko'p yursak birga, oilamizdan bordi keldisi bor. Ota-onalari juda yaxshi inson, aka-ukalari meni juda yaxshi taniydi. Oilasi, ayoli, bola chaqalari hammasi meni hurmat qiladi. Biznikilar ham xuddi shunday. Endi Nasimxonov haqida bu inson gapiryapti, u deyapti, bu deyapti va hokazo va hokazo. Bir insonning shaxsiy hayotidagi muammolarini bilmasdan turib, chiqib olib, telefonni ko'tarmaganiga bunchalik dovruq qilishga, bunchalik patapat qilishga hech kimning haqqi yo'q-da. Nasimxonov bilan men qancha ko'p yurmayin, ishonasizlarmi yo'qmi, hattoki rolda telefonda ushab gaplashadi. Unisini oladi, bunisini oladi, unisini oladi, bunisini oladi. Nasimxonovga bir kunda 100 ta odam telefon qiladigan bo'lsa, 5 tasi otangga rahmat, Nasim umring uzoq bo'lsin, bola chaqangni baxtiga sog' bo'lgin deb shunchaki telefon qiladi. Lekin 95 tasi to'rtka problemasini aytadi. Meni erim tashab ketdi, ko'chada qoldim. Men Rossiyadaman, mana bunaqa muammo bo'lib qoldi. Men palon joyda ishladim, pulimni ola olmadim. Pistonchi joyda bunday bo'ldi buni. Akalar, to'lka muammo bilan telefon qiladi. Undan keyin yana bitta narsani aytaman, do'stim. Siz telefoningizni ko'tarmasa, siz qanaqadir bir ehson yo'lini, xayriya yo'lini boshlagan bo'lsangiz, Nasimxonovga ishonib yoki boshqa blogerlarga ishonib, siz u ishni boshlaganingizdan boshlamaгаningiz ma'qul. Nimaga? Siz avval o'zingizda auditoriyangizni kuchaytiring, auditoriyangizda ishonchiga kiring. Yaxshi ehsonlar qiladigan bo'lsangiz, o'sha 50 mingta, 100 mingta auditoriyangiz bilan ham ko'p narsani eplasangiz bo'ladi. Siz qaysidir blogerga ishonib, bir insonga umid baxsh qilib, uni ishini boshlamoqchi bo'lsangiz, sizga maslahatim bu ishni qilmang. Sababi har bir insonda o'zining shaxsiy hayoti bor, boshqa muammolari bor, kimlargadir va'da berib qo'ygan. Nasimxonovda odamlar o'chirt bo'lib ketgan. Kimdir Hindistonga davolanishga boradi, kimdir yordam so'raydi. Qo'pol qilib aytganda shunday insonlarni ko'ryapmiz, qarz so'rab telefon qiladi. Nasimxonov kimdir otasi emas yoki qarindoshi emas. To'g'rimi? Yokida bir millionerning bolasi emas, u ham oddiy inson. Uni ham shaxsiy hayoti bor. 4 ta bolasi bor uni ham. Qo'pol qilib aytganda bu narsani gapirish shart emas. Siz do'stim, siz qayoqdan bilasiz? O 12, 2-3 gacha odamlarning problemasi bilan ko'chada yurishini Nasimxonovni. Yangam kutib uxlab qolishini qayoqdan bilasiz? Soat 2-3 gacha birovning muammosi bilan yugurib yuradi, aeroportda, o'tda, bo'tda, kimlardir kutib oladi, gastitsaga joylashtiradi, ko'chada qolib ketgan bo'ladi. Undan keyin keladida bolasini banisaga olib borishidan qayoqdan bilasiz siz? Qayoqdan xabaringiz bor? Aytingchi. Xabaringiz yo'qmi? Chiqib olib bidirlamang do'stim. Avvalasi o'zingizning kuchingizga ishoning. O'zingizning kuchingizga ishonmayapsizmi? Bunaqa ishlarni qilmang. To'g'risini aytib qo'ya qolay. Chunki bloger har doim o'zini va auditoriyasining kuchiga ishonib bir ishni boshlaydi. Siz qayoqdan bilasiz? Har kuni bolasini banisaga olib borishidan. Siz bilmaysiz, xabaringiz yo'q. Siz bilmaysiz, har kuni u nechta insonlarning muammosini telefon orqali hal qilishligini bilmaysiz. Nechtasini internet tarmog'iga chiqarib, iloji boricha auditoriyasidan yordam berib, nechta muammolar hal qilayotganini, qancha insonlarga yordam berayotganini siz bilmaysiz. Ochig'ini aytaman. Nasimxonov ham o'zini qaysi vaqtda ehson qilish yo'lini biladi. Kimlargadir shunday pul ham berib yorganini, kerak bo'lsa $300, $400 qo'liga, kistasiga, cho'ntagiga berib, viloyatiga jo'natib yorgan insonlarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Uyiga kechasiga bora olmay soat 4-5 da uyqusirab kirib ketganini ham o'zim ko'rganman.
Endi bu gaplarim bilan men Nasim Xolov tarafini olish emas. Prosta tak o'tirib olib, menga javob bermading, palonchi joy edi, Surxondaryo, Qashqadaryo edi, 70-75 edi, u edi, bu edi, ya. Siz chiqib olib, avtomat korobkada nafas olmasdan Nasim Xolovga video qilgancha, avvalambor hokimiyatga boring. Bir insonning orqasidan muammosini ko'tarib, mahallasiga boring. Ana undan keyin Nasim Xolovga telefon qiling. Nasim Xolovda ham vaqti bo'lsa yordam beradi. U kimdandir doljin emas, kimdandir qarz emas. U shundoq ham odamlarga men tan olaman, men Nasim Xolovni 10 dan 1 qilgan ishini ham qila olmayman. Chunki uni sabriga qoyil, ota-onasini baxtiga sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Men nimalar ish qilayotganini o'zim 24 soat bilaman. Daji meni yuragim ko'tarmaydi unaqa muammolarda. Insonlarning dardini eshitishga daji meni yuragim bormay qolgan. Meni kuchim qolmay qolgan. O'shaning uchun do'stim, siz bir insonni shaxsiy hayotida qanaqa ishlar bo'lyapti? Ota-onasi kerak bo'lsa viloyatdan keladi qidirib, xabar olishga. 2 piyola choy ichadi, bir chuqum osh yeydi, ota-onasi bilan kerak bo'lsa gaplasha olmasdan chiqib ketganini ko'rganman. Nimaga odamlar telefon qilib muammosini aytadi? Sizga ishonib Toshkentga kelib qo'ydim. Sizga ishonadigan joyim yo'q edi, boradigan joyim yo'q edi, sizga ishonib Toshkentga keldim. Sizga ishonib Rossiyadan kelib qo'ydim. Ya? Odam yugurib boradi qo'lidan kelguncha. Qo'pol qilib aytganda shaxsiy hayoti yo'q u odamda. Tushuntira oldimmi? O'zining shaxsiy hayotidan chiqib ketgan. Birovlarning hayoti bilan yashaydi. Shuning uchun do'stim, o'tirib olib birovga to'n pichmang. Qo'lingizdan kelsa o'zingiz qiling, qo'lingizdan kelmasa qilmang. Ochig'ini aytaman. Birovning etagiga osilib ish boshlamang. Nasim Xolov auditoriyasi Nasim nima ish qilayotganini juda yaxshi biladi. Nechta odamga yordam berib auditoriyasi bilan kerak bo'lsa tuzlig'iga tupurgan odamlarni ham videosini chiqaryapti. Qashqadaryoda bor mashina talab qiladiganlar. O'zicha. Nechtasi chumol qilib ketyapti. Nechtasiga yordam beryapti. Tuzlig'iga tupurib ketyapti. Alloh uchun deb qo'yadi, bo'ldi. Shuning uchun o'tirib olib to'ningizni pichmang do'stim. Qo'lingizdan kelsa o'zingiz harakat qiling. Shunaqa gap. Kimgadir telefon qilib, achchiq qilib video qilguncha kontentingizni qiling, ishingizni qiling, auditoriyani yig'ing do'stim, ishonchiga kiring auditoriyani, yaxshigina ishlar ko'rsatsangiz, o'sha 50 ming, 40 ming, 100 ming auditoriyangiz bilan ham katta ish qilsangiz bo'ladi. Shu insonlar ham qilgan, biz ham qilgan, qolgan blogerlar ham qilgan. Bunaqa yordam teman yana qilamiz ham, davom ettiryapmiz ham. Kimgadir ko'rsatamiz, kimgadir ko'rsatmaymiz, ko'rsatadigan joylarni majbur bo'lamiz. Lekin harakat qilyapmiz. Siz ham shu yo'lda davom eting do'stim. O'tirib olib, birovning hayotiga burningizni suqmang. Sizga maslahatim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hurmatli obunachilar. Baribir endi bitta komandada bo'lgandan keyin kimdir chiqib nohaqdan bidir qilsa chidab tura olmaymiz ekan. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat.